Tibbiy tomonlama o'zi 20-22 yoshda polностью yetilgan bo'ladi. O'g'il bola ham, qiz bola ham polniy yetilgan bo'ladi. O'zi pubertat, ana balog'atga yetish davri deydi-yu. 15 yoshdan keyin o'zi mana tarixda e'tibor beradigan bo'lsak, uylanib bola chaqali bo'lavergan bu. O'sha jinsiy tomonlama yetilgan bo'ladi. Anatomik nuqtai nazardan yetiladi, erta yetiladi. Faqat endi hozir zamonda turmush qilish kechlashgan, lekin borgan sari kechirilashib boryapti. Bu tendensiya noto'g'ri hisoblanadi. O'sha 20-25 yosh kimdirda aytaylik anatomik, demak 20 yoshgacha tayyor bo'ladigan bo'lsa, aqliy tomondan, ruhiy tomon, psixologik tomondan tayyor bo'lmasligi mumkin. Kimdir 40 yoshda ham tayyor bo'lmaydi. Kimdir 20 yoshda tayyor bo'ladi. Hamma individual bu yerda. 20 yoshda bor bolalar oilani chiroyli qilib olib yurgan, har tomonlama yaxshi olib yurgan nimalar bor. 40 yoshdagi erkaklar bor, hali 1-2 bo'lmagan, ishini tayini yo'q, hayotiy tomonlama hali kerak bo'lsa bitta oilaga ответственный, javobgar mas'uliyatni olishga tayyor emas. Bu endi hayotiy nuqtai nazardan-da endi. Endi baribir erkak kishi stремиться qilish kerak, chunki ertaroq bu ishlarda turmush qilib, uylanib, demak, o'z vaqtida farzandli bo'lish kerak. Sababi 35 yoshdan katta o'sha oilalarda ko'pchilik karyera deb qoladi-da, mana rivojlangan davlatlarda. Karyera qilib olay, unga erishib olay, bunga erishib olay, mana mashinani olay, mana uyda olay, keyin uylanaman deydi-da, vaqt yo'qotib qo'yadi-da. Uni reproduktiv funksiyalari, ya'ni bola ko'rish imkoniyatlari pasayib boraveradi-da va oxir oqibat hamma narsaga ham erishadi, uylanadi. Mana endi bolasizlik, farzandsizlik bilan aziyat chekishni boshlaydi. Yil vaqt o'tgan sari bola ko'rish imkoniyati yana ham tushib boraveradi. Shunaqa oqibatlarga, ya'ni eng muhim funksiyamizni o'z vaqtida bajarmasak, keyin qayta ikkinchi imkoniyat bo'lmasligi ham mumkin. Buni albatta inobatga olish kerak. Har tomonlama, ham jismoniy, o'sha anatomik, ruhiy, hayotiy nuqtai nazardan har tomonlama matematik hisobni ham to'g'ri qilish kerak. O'ylab turib, o'sha ota-onalar, yigit-qizlar o'z vaqtida turmush qurib, o'z vaqtida uylanib, o'sha ota-onalar shunga ko'mak berishiga tilakdoshman-da endi. Biz muammolar ko'ramiz. Xo'p, to'ydan oldin tekshiruvlar. O'zi shunaqa izlanishlar ham bo'lgan, tekshiruvlar qilish kerak emas. Tekshiruv qilinganda qaysidir kasallikni, arzimagan kasallikni topib, u yerda giperlecheniya, ya'ni oshiqcha davo choralari qo'llaniladi va bu даже minusga ishlab qo'yadi degan fikrlar ham bo'lgan. Unaqa fikrlar hozirgacha ham bor. Shuning uchun ham to'g'ri mutaxassisda o'tish kerak. Tekshiruvlarda to'g'ri mutaxassis to'g'ri yo'nalish qilib beradi. Giperlecheniya bilan shug'ullanadigan mutaxassislar yo'q narsadan pashtadan fil yasab yuborish mumkin-da, tushunyapsizmi? Shunaqa bo'lmasligi uchun erkak o'g'il bolalarga birinchi navbatda albatta urug' tahlili, spermogramma analizi topshirish kerak. Buni 2 kundan 7 kungacha saqlangan holatda, masturbatsiyadan saqlangan holatda yoki optimal vaqti 3-4 kunda sperma tahlilini topshirsa bo'ladi. Keyingi tekshiruv bu ultratovush tekshiruv. Barcha o'sha urologik organlar yoki reproduktiv organlar, moyak, prostata bezi, buyraklarda oddiy UZI tekshiruvdan o'tib qo'yish kerak. Agar shularda qandaydir muammolar aniqlanayotgan bo'lsa, aynan tuxum kichikligi yoki sperma tahlilida pasayishlar kuchliligi aniqlansa, unda gormonal tahlillar, testosteron, PSG, LG, prolaktin, ingibin B tekshiruvlarini qilib qo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayol qizlarda esa turmushga chiqishdan oldin albatta ayollar jinsiy a'zolari va reproduktiv a'zolari, ya'ni bola ko'rishda yordam beruvchi a'zolari deb UZI tahlilini o'tish kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa folikulometriya degan tekshiruv bor. Tuxum hujayralari yetilib, yorilish davri kuzatiladi. Shu tekshiruvlardan o'tib qo'yilsa turmushgacha maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar nimadir jiddiy muammolar bo'layotgan bo'lsa, o'z vaqtida xatti-harakatlar qilinsa, demak biz bu bemorlarda yaxshi natija qilish va o'sha istalgan orzusiga yetishga ko'makdosh bo'lishimiz mumkin. Ruhiy kasalligi bor odamlar menimcha oila qilmagani ma'qul deb o'ylayman. Men shaxsiy fikrim. Sababi shunaqa jiddiy ruhiy kasalliklar borki, nafaqat oilani eplaydi, nafaqat bola chaqani eplaydi. U o'zini ham eplay olmaydi-yu. U jamiyat uchun xavf kerak bo'lsa. Shuning uchun aynan shunaqa bo'limlar bor, psixiatriya markazlarida. Shu bo'limlarda ular qattiq nazorat ostida davolaniladi. Endi shunaqa og'ir jiddiy ruhiy kasalliklar endi to'laqonli davosi borlari kamda endi baribir. Ko'pi to'laqonli davoga
uchramaydi yoki to'laqonli davosi borlari ham davo oladi, ma'lum muddat remissiyaga tushadi, qaytadi. Qachondir yana rivojlanib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun shu narsaga o'zim fikrim, shaxsiy fikrim bu. Men xato qilayotgan bo'lishim mumkin. Keyin kimlar uylanish kerak emas, kimlar erga tegishi mumkin emas degan savolga yana kengroq javob berishga harakat qilaman. Tug'ma anomal nuqsonlari bor odamlar bo'ladi-da. Misol uchun aplaziya matki, aplaziya vлагалища, ya'ni ayollarda tug'ma jinsiy va reproduktiv a'zolar yo'q holatda ham tug'iladiganlari bor. Shular erkaklarda ham xuddi shunaqalari bor. Tug'ma mana moyaklari bo'lmaydi, urug' nol bo'ladi, u bola ko'rish imkoniyatiga ega emas. Endi oila ma'nosida eng asosiy oila qurishdan maqsad bu nasl qoldirish bo'ladigan bo'lsa, shu. Endi oilani faqat nasl qoldirish maqsadida qurilmaydi. Oilani er va xotin bir-biriga tirgak, bir-biriga hamroh, hayotiy hamroh sifatida tanlanadi. Shuning uchun bola ko'rish imkoniyati bo'lmasa ham o'sha hamroh, hayotiy hamroh sifatida oila qursa bo'ladi bular ham. Oila qurib yashasa bo'ladi. Bola ko'ra olmaydi, bola boqib olish mumkin endi. U momentlar ko'riladi. VICH infeksiyasi yuqtirib olganlar, orttirilgan immun tanqislik sindromi bilan og'riyotganlarda ham turmush qilsa bo'ladi. Agar VICH infeksiyasi yuqtirib olgandan keyin antiretrovirus terapiya olib, virus nagruzkasini nolga tushirilsa, tushirish bor, imkoni bor. U jinsiy aloqada yuqmaydi. Jinsiy aloqa qilsa, har qancha qilsa ham yuqmaydi. Chunki unda VICH infeksiyasi bor, lekin uni virus nagruzkasi bloklangan, pasaytirilgan. Demak, u o'z nafaqat tanaga ham zarar keltirish qurbiyatiga ega emas, bu hozir infeksiya kuchsizlantirilgan birovga yuqtirishga ham yuqtira olmaydi. Agar o'z vaqtida o'sha antiretrovirusni terapiya qilinsa, hozirgi kunda shunaqa возможностьlar bor, imkoniyatlar bor. Bo'ladi, endi orttirilgan immun tanqislik sindromi bilan og'riyapti, mana VICH infeksiyasini yuqtirib olganligini evaziga shunaqa qizlar bor, misol, o'g'il bola shunaqa bo'lsa, shu orttirilgan immun tanqislik sindromi bilan og'riyotgan. To'liq informatsiya bilmayman, shu spid sentrlarda o'sha variantlar beriladi. Uylanmoqchi bo'lsa, mana bizda manaqa qiz bor. Bizni nazoratimizda, uchotimizda turadi, turmush qilsa bo'ladi deb turib nima qilinadi. VICH infeksiyasi yuqtirib olding degani bu bo'ldi, sen uylanishga yoki erga tegishga haqqing yo'q degani emas. Bu ham oddiy odam. Agar o'z vaqtida uni gрамотный, to'g'ri podxod bilan uni davo qilinsa, u ham 70 yil umr ko'rsa, odam o'rtacha ular ham xuddi shuncha umr ko'rishi mumkin. SPID darajasigacha yetib bormasligi mumkin demoqchiman. Ya'ni kasallikda eng oxirgi bosqichgacha yetib bormasligi mumkin-da. Kasalni podavlat qilib tursa bo'ladi. Qandli diabet bilan yashayapti odamlar. To'g'rimi? Agar to'g'ri gрамотный olib yursa, qancha Alloh umr bergan bo'lsa, yashab yuribdi. Endi orttirilgan immun tanqisligi sindromi bo'lganda, endi u bemorni qutqarib qolish ehtimolimiz albatta juda baland emas. Aynan bu darajada, bu davrda o'rtacha 1 yildan 2 yilgacha davom etadi. 3 yilmi bemor oxiri nobud bo'lishi mumkin. Endi VICH infeksiyasini yuqtirib olgandan keyin o'z ortilgan immun tanqislik sindromiga yetib borguncha 10 yillab vaqt o'tib ketadi-yu. Shu ungacha bo'lgan vaqtda harakat qilsa bo'ladi-yu, uni to'g'rilasa bo'ladi-yu. Borki hozirgi zamonda imkoniyatlar bor. Mumkin. Bola ko'rish ham mumkin. U Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotini o'zini talablari bor, algoritmlari bor. Bolaga yuqmaslikda qanaqa xatti-harakatlar qilinishi kerak. O'zi to'g'ri yo'lda tug'ilmaydi-da, operatsiya yo'li bilan olib olinadi bolani. Keyin tug'ilgan bolani chaqaloqni emizilmaydi. Emizish mumkin emas. Shunda vertikal put deydi, ya'ni onadan bolaga yuqish ehtimolini juda ham minimallashtirilgan bo'linadi. Xo'p, spermani qiziqtirayotgan bo'lsa, spermogramma tahlilida biz ham количественный, ham качественный deyiladi. Birinchi navbatda spermatozoidlar soniga qaraymiz. Soni hozirgi kunda 1 millilitrda 15 milliondan ko'p bo'lishi kerak. Ikkinchi navbatda harakatchanligiga qaraymiz. Bu asosiy ko'rsatkichlar hisoblanadi. Spermatozoidlar harakatchanligini 4 ta kategoriyaga bo'lamiz. A, B, C, D kategoriya. A kategoriya eng faol manzilga yetib boruvchi spermatozoidlar. B kategoriya manzilga yetib boradi, lekin sekin harakat bilan. Shular общий nima qilinganimizda 32% dan baland bo'lishi kerak. A bilan A plus B norma hisoblanadi. Keyingi e'tibor beradigan jihatimiz spermatozoidlar morfologik, ya'ni nuqsonli formalari nisbati tekshiriladi sog'lomlar bilan. Sog'lom spermatozoidlar, anomal bo'lmagan spermatozoidlar 4% dan baland bo'lsa, Krüger degan kriteriya bor. Shu kriteriya bo'yicha u ham demak norma hisoblanadi. Agar shularda pasayishlar bo'lsa, demak nogironlar ko'payib ketsa, teratozospermiya, harakat pasayib ketgan bo'lsa, astenozospermiya, agar soni kamaysa, oligozospermiya degan holat bo'ladi. Bo'ladi ba'zi holatlarda urug' полностью nol bo'ladi. Hech narsa bo'lmaydi. Unda u azospermiya juda og'ir holat. Bepushtlikning eng og'ir darajasi deymiz, erkaklar bepushligini. Bu holatda zudlik bilan malakali andrologga borishga to'g'ri keladi
va u aytgan hamma tavsiyalarni bajarishga to'g'ri keladi. Sababi ko'p hollarda bu holatda o'z pushtidan farzandli bo'lish uchun ko'p hollarda operatsiyalar qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni urug' izlash operatsiyasi bo'lishi mumkin yoki urug' yo'llarini tiklash operatsiyasi bo'lishi mumkin agar urug' yo'llari berk bo'lsa. Shunaqa momentlari bor. Endi tibbiy tekshiruvlardan pul berib o'tayotganlar o'zini o'zi aldayapti-da. Davlat ataylab shu tekshiruvlarni vaqt qo'yibdi. Besplatno adashmasam hozirgi kunda. Odam shunaqa bo'lishi kerak, muammodan qochmasligi kerak-da. Muammo bo'lsa, muammoga nafsirach yurish kerak. Shu agar shunga biz qarshi yuradigan bo'lsak, biz muammoni yengamiz. Qochib yurganimiz bilan u yengilmaydi. U kuchayib boraveradi muammo. Shuning uchun bu xato fikr. O'zini o'zi aldab yuribdi bunaqalar. Ertaga o'zini hayotini boshqa bir insonni hayotini barbod qilib qo'yadi. Shunaqa mas'uliyatsizlik evaziga. Tibbiy tekshiruvlarda tajribali vrachlar kam. Endi bu fikrga hech qanaqa izoh bermayman. Chunki u biz bu yerda turib olib sudit qilish oson. Agar borsa tibbiy tekshiruvlarda agar vrachni znaniyasi bilimidan qoniqmasa inson hozir kunda mingta bunaqa mutaxassislar o'sha mutaxassis topib borib maslahatini olsa bo'ladi-da. Maslahatini olib ko'ngilini xotirjam qilishi mumkin. Hamma imkoniyat bor. Izlagan haligi gap bor-da, o'rislarda gap bor. Желающий найдет тысячи возможностей. Если есть желание, есть тысячи возможностей. Если нет желания, есть тысячи причин. Bu nima degani? Agar xohish bo'lsa, mingta imkoniyat bor. Agar xohish bo'lmasa, mingta sabab bor. Ota-onalar oilaga tarbiyalayotganda albatta xulq atvoriga ko'proq e'tibor beriladi. Madaniyatimiz shuni talab etadi. Ahli musulmon bo'lganligimiz uchun shu nimadan kelib chiqib, более скромный qizlarni, bolalarni ham bir so'zlik qilib tarbiyalash kerak bo'ladi. Bizda jamiyatimizda nuqsonli bo'lgan holat bor. Aynan jinsiy tarbiya andishani evaziga biz ko'p yutqizib qo'yamiz. Jinsiy tarbiya bilan shug'ullanish kerak albatta. Qizlar hayz ko'radi, birinchi hayzini 12 yoshda ko'radi misol. Shu paytda qanaqa xatti-harakatlar qilish kerakligini ona uqtirish kerak. Endi onaning yaqini-ku bu. Yoki xolasini o'zi nima qila olmasa. Endi ayollar bir-biri bilan nima? Qiz bilan ona yaqin bo'ladi ko'proq. Bu intim masalalarda ham. Lekin ota bilan o'g'il intim masalalarda juda uzoq bo'ladi. Uyaladi. Bir-biridan uyaladi, ota ham uyaladi, o'g'liga balog'atga yetgandan keyin junlari o'sishni boshlaydi. U junlardan tozalab turishni tushuntirish kerak. O'sha nima paydo bo'lyapti-yu? Libido kuchayapti, jinsiy mayl kuchayapti. Qizlarga bormasligini uqtirish kerak. Har xil fohisha qizlarga borganda u bu kasalliklar yuqtirishini tushuntirish kerak. To'g'rimi? Kim tushuntiradi bo'lmasa? Agar mabodo shunaqa holatlar bo'lib qolishiga ham krayniy momentlarni ham tushuntirib berish kerak. Aynan baryer metodi dedi. Prezervativlardan to'g'ri foydalanish, sifatli prezervativlar tushuntirish kerak-da. U yosh bolaga tushunmaydi-yu. Shaytonning nimasida hamma xatoliklar qilib qo'yadi-da. Keyin mana masturbatsiyaga o'rganib qolyapti hozirgi bolalar, yoshlar. Pornoga qaramlik yuzaga kelib qolyapti. Bu narsalarni o'rganib qolmaslikni uqtirish kerak, tushuntirish kerak, oqibatlarini tushuntirish kerak. Bu illatga o'rganib qolgandan keyin даже qizligini ola olmay qolyapti. Yosh oilalarda bu holatlar ko'p uchrayapti уже. Ko'p borgan sari ko'payib ketyapti bunaqalar. O'ziga вообще уверенность yo'q bolalarda. O'tirib olib o'sha kapakini qilaverganda, shunga o'rganib qo'ygan. Uni ham me'yor bo'lishligini tushuntirish kerak. Shu momentlarda o'tirib gaplashish kerak. Bizda o'zbekchilikda baribir qandaydir nima bor-da? Devor bor. Hatto bu shu narsalarni amakilarmi shu cheres anaqa qilinsa, to'g'ri bo'ladi. Doktorga olib kelish, uzoqni ko'rsatish, urologik tomondan, qizlarni ginekologik tomondan. Shunaqa bo'lgan qizlar erga tegganda matkasi yo'qligini ham bilishmagan ota-onasi. U hayz ko'rmagan ham bo'lgan. Shunaqa xatoliklar bo'lganda. Erga teggan, u keyin shuncha to'y dabdaba qilishgan, bola ko'ra olmasligini bilib keyin haydab yuborishgan. Ana o'g'il bolani ham uylangan, u вообще nimasi jinsiy zaiflikda og'ir turlari bo'lgan bolalar ham bor-da, yoshlar ham. Umuman aloqa ham qila olmagan. Psixogen erektil disfunksiyalar bor. Kuchli psixogen erektil disfunksiya. Shug'anga tushib qoladi, qo'rqib qoladi.
parod bo'laman deb, shu bilan вообще apparat gapga kirmaydi. Shunaqa momentlarni oldini olish uchun albatta o'z vaqtida profilaktik ko'rikdan o'tish maqsadga muvofiq.